Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi kataylarimizni tanishtiramiz va hop ikkita qo'y qo'ramiz bor. Videomizni ko'rishdan oldin esa albatta har doimgidek bittadan like, bittadan podpiska so'rab qolamiz. Biz esa videomizni boshladik. Qo'y qo'ramiz uzunligi 225, eniga yoniga hop 1.40, balandligi ham 1.50 ta o'z ichiga oladi. Ochilish jarayonlari mana juda chiroyli holatda. Mana tepaga ochiladi. Yog'ochlari ham juda chiroyli holatda. Rayka terib, shilpovka qilib laklab qo'yganmiz. 5 yil 6 yil garantiyasini bering deyilsa beraveramiz. Garantiyasini 5 yil 6 yilga xotirjam raykalari yara beradi. Постоянный qo'y boqilganda doimiy qo'y tursa 5 yil garantiyasini beramiz. Juda baquvvat materialdan tayyorlangan. Mana har birida burchaklarida 1.8 materialdan plankalarni qo'yib o'tganmiz. Har bir burchagida bor materiallari qo'yga shikast etmaydigan yaxshi materialda qilingan. Mana ko'rib turganingizdek orasiga solingan. Bu tomonga ham chiqetmaydi, u tomonga ham chiqetmaydi. Svarkalarni ham o'ntarib, orqasidan ham kuyib qo'yganmiz. Mana bu yerlarda ham burchaklariga har bitta burchagiga 1.8 dan planka qo'yib chiqqanmiz. Orqalariga ham xuddi shunday tarzda tayyorlangan. O'tda pergrodkalar olinadi. Mana bolt gaykali juda baquvvat qilib tayyorlab qo'yganmiz. Mana bu yer esa paqirda o'rni suv qo'yish uchun mo'ljallangan. 3 taladan 2 ta tayyorlab berganmiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga telefon qilaverasizlar. Bugun mana Toshkentga chiqarib o'rayapmiz. Bitta 3 metrlik atagimiz, bitta 2 metrlik atagimiz mana Isuzuga yuklashga tayyor turibdi.